Assalomu alaykum hurmatli Begimiz Denok kanalining obunachilari, hurmatli YouTube ahli. Mana bugun 2025-yil 1-noyabr. Biz kech bo'lsa ham ko'chat tegishni va nihoyat tugatdik. Mana bu yerda Clear navli ko'chatlarimizni ekib tugatdik. Ba'zi bir sabablarga ko'ra kech qoldik. Bu bilan biz kech qoldik deb ayta olmaymiz. 26-yilga hosildorligi kam bo'ladi. Kech ekilgandan keyin yirik bo'ladi, sal uzoqroq bo'ladi. Mana bu yerga esa mana bu yerga Florence navli ko'chat ekdik. Florence bu palagi biroz baland bo'lar ekan. Shunday bo'lsa ham ekdik. Mana bu yerda xo'sh Alba sortli ko'chat ekdik. Mana bu yerga kech bo'lsa ham Alexandra navdan 145 ta ekdik. Xudo xolisa buni sinab ko'ramiz. Xarakteristikasi juda yaxshi deb maqtalgan. Xudo xolisa ko'chat qilamiz bahorda tanoblardan olib sizlarga ulashmoqchi. Bugun anchadan beri video qila olmadik. Mana shunday holatga ega bo'ldik. Bundan keyin bu qo'shimcha yerimizni kengaytirdik. O'tgan yili 3,5-4 sotik yer edi. Mana bu yil yana bunga ham biznesni kengaytiryapmiz, ham yer uchastkalarini. Suvni kech kelganligi sababli bizga salgina suv muammosi, tanqisligi bo'ldi bu yil. Nihoyat egib tugatdik. Xudo xolisa endi bu yog'ini Alloh barakasini bersin hammaga, hamma qator bizga. Ko'ramiz endi.